اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bir vaqtda bir boy abzay bir xatni qizni ko'rib, onu bilan zina qilishga tilagan edi. Lekin u xatni qiz bola berilmadi. Turmush bora bu xatni qiz faqirga aylanadi. Ham endi chorasi bo'lmaycha shu boy kishigani keladi, yo'q, tilaganini ishladi, lekin o'xshab berdi. Hozir ular endi bir bo'lmaga kiradi. Bu xatni qiz aytdi, butun eshiklarni yopdi. Bu butun eshiklarni yopa, butun terazalarni yopdi. Terazalarni yopa, butun terazani yopdimmi degan eshitiga aytdi, "Shu butunisini yopdim" deydi. "Yo'q" deb bir qoldi deydi. Qo'ysa deydi. Allah subhanahu va taala qudratidan terazani yopmasin deydi. Shu vaqtda ular bizga tövbeler qilib, zina qilmaycha u xatni qizga oqshasini berib yuboradi. So'rov, mana bu bilim bilan biz narsa ishtirok etishimiz. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam vaqtida bir xotin qiz Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam yanına kelib, o'z erini zorlanadi. Aisha radhiyallohu anha aytadi, u xotin qiz o'z so'zini siylaganda men yaqin turga qaramasdan deydi, u siylaganini eshitmaydim. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala javob berdi o xatni qizga. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah sening bilan bahasga kirgan xotin qizning so'zlarini eshitdi endi. U sening bilan o'z eri turida so'zini olib bordi, ammo Allohga zorlandi. 58-sura 1-oyat. Mana bu bilim bilan biz nasl ishtirok etishimiz. Bir vaqtda Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalar qashqirib duoni qilib eshitdi-da, aytdi, "Siz shu quroqdan so'ramaysiz" deydi, narsaga qashqirasiz. Haqiqatda deydi Alloh subhanahu va taala har biringizga da sizning dilaringizning mo'yindan da yaqinroq. Mana bu bilim bilan biz narsa ishtirok etishimiz. Javob Alloh subhanahu va taala Musa alayhisalomga javob berdi. Firavun yanına berganda Musa alayhisalom ibtash o'zidan so'radi. Ham Alloh subhanahu va taala javob berdi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u va ara. Alloh javob berdi. Qo'rqmag'iz deydi. Qo'rqmag'iz. Chunki men sizning bilan men eshitaman ham ko'raman. 20-sura 46-oyat. Mana bu dunyoda narsa bo'lmasin. Bir kishi qo'yg'ira, izgala, fikrli, o'yli, tinchsizlana. Mana bu ish qilsa-da, ishlagan so'zlarimizda Alloh subhanahu va taolo men bilan bizga aytadi, tinchlan deydi. Bu tinchlan. Chunki Alloh subhanahu va taolo sening bilan qashqirib ishlashdi. Qashqirmasha ishlashdi. Bir binoga kirib, bir bulvaga kirib, sen biror kishi ziyon keltirsa-da, qo'yg'irma. Tinchlan. Alloh subhanahu va taolo sening bilan. Narsaga ishlamasadir-da. Narsaga turmushingda bo'lmasin. Alloh subhanahu va taolo sening bilan. Faqat Allohga iymon keltirib yasha. Turish Allohga itoat etib yashagan. Lekin tinchlan. G'ayriga qaytdin, xotin tuzlara, esa eri tuzlara ekan, o'zing tinchlan. Alloh subhanahu va taolo sening bilan. Ishga kelding, ishdan chorlar seni, tinchlan. Alloh subhanahu va taolo sening bilan. Alloh subhanahu va taolo iymonsiz bo'lgan kishilarga rizq berib-da, neujeli o'zingga rizqni bermaydi. Allah subhanahu wa ta'ala imansız bulan kişi İslam dinine kelib bilan butun gunohlarni g'afur etadi. Neujeli iymon keltirgan kishi gunohlarni g'afur etmaydi? Shunga ko'ra narsa bilan bu dunyoda bo'lmasin, tinchlan. O'zing bilan bo'lganda da unutma, sen o'zing bilan qolmaysan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil g'aybi lahum
مغفرة وأجر كبير. Hakikatte değil. Rabbaların ko'rmishi ondan qo'rqqanlari g'afur etu ham zo'r ajr savob azrlangan. 67-sura 12-oyat. Shunga ko'ra tinchlikmi? Qo'yda ana bo'lmasan, narsaga ishlamasan, sening bilan butun g'alami yo'qolgan, senga qo'llarni bergan, zehn bergan, ko'zin bergan, vaqtin bergan, havosin bergan, sana bitirgisi bütün ne'matlarni beruvchi Alloh subhanahu va taolo u sening bilan. U sening bilan. Tilasan da sen, tilamasan da. Bu qoida. Bu dunyoda bo'lgan qoida. Shunga ko'ra tinchlik. Bu haqiqatga loyiq qilib bo'lacak. Chunki agarda tinch bo'lib yurmasan, bu yolg'on iz bo'lib chiqadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo sening bilan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. Qiyomat kunida adalli mezon o'rnashtiramiz. Bir kim bilan da adalsizlik qilmaslar. 20-sura 47-oyat. Shunga qardoshlar, qo'yana bo'lmaydi, narsaga tashlamaylik. Bil tanishib. Chunki Alloh subhanahu va taolo har bir bizga subhanakalloh. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين